Faqat shu do'st tanlashda adashgan ekanman-da. Pulda muammo yo'q. Hozir hisobingga 800 million tushadi. Shef, Ha? siz so'rab kelishibdi. Kim? Yaqin do'stingiz ekan. Ayt kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisan do'stim? Yaxshimisan? O'tir. Xo'sh. Nimaga? Oldinga shu desang bitta iltimos bilan kelgandim. Oylik olishimga ozgina bor, 1-3-4 kun. Haligi uydagilarga dori olishim kerak edi, onamlarga. Puling bo'lsa bir $200 berib turasanmi deb keldim, o'rta. Oyligimni olishim bilan qaytarib beraman, o'rta. Hozir oldimda uncha pulim yo'q. Pullarni hammasini kerakli joyga tikib qo'yganman. Agar senda bo'lsa menga berib tur. Seni ham xijolatga qo'ydim shekilli, a? Shef. Aka, cho'p. Rahmat. Ko'zingga qaramaysanmi, Rahmonali? Uzr do'stim, sal xayolim qochdi shekilli-da. O'zim artib qo'yaman. Bunaqa odamlarga choyga piyalada olib kelsang ham bo'lardi-yu. Yig'ishtir olib ket. Xo'p. Boshqa ilojim qolmadi do'stim. Sendan boshqa yaqinim yo'q bu yerda. Kamiga oilamni ham shaharga olib kelganman. Menga yordam berib turmasang bo'lmaydi, o'rtoq. Xo'p, seni tushundim. Shu biznesingni boshlab olishing uchun qancha pul ketadi? Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Oyoqqa turib olishim uchun $10,000 yetadi. Faqat lekini borda. Kichkina o'g'limni bilasan. O'shani sunnat to'yini qilmoqchi edik. Shunga deb ozgina pul yig'ib qo'ygandik. O'sha pulni menga berib tur. Ishim joy-joyiga tushishi bilan hammasini uzaman. Xullas, to'yni ham dang'illama qilib o'tkazamiz. Nima deding? Mayli, ishondim. O'rtoq, ishlaring yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi, iloyim. Hozir olib chiqib beraman. O'rtoq, bu yaxshiligingni hech qachon unutmayman. Inshaalloh, nasib qilsa. Men qara, oilamni ham shaharga olib keldim dedingmi? Ha? Kvartira olib pul to'lab yurganingdan ko'ra, meni bitta uyim bor, bo'sh turibdi. O'sha yerga bor. Ishlaring yaxshi bo'lib ketishi bilan keyin chiqib ketaverarding. Eshigim sen uchun doim ochiq. Rahmat do'stim. Lekin avval bu yog'ini hal qilaylik, keyin uni ham maslahatlashamiz. Xo'pmi? Tezroq pulni olib chiq. Xo'p. O'zing ishlaring yaxshi bo'lib qoldimi? Agar o'sha bergan pulingni minnat qilish uchun kelgan bo'lsang, bir oyga qolmasdan beraman. O'shanda senga pul berib to'g'ri qilgan ekanman. Ishonganimdan bergandim. Xudoga shukr, ishlaring yaxshi bo'lib ketdi. Aytganingni qilding. Omadingni bersin. Faqat shu do'st tanlashda adashgan ekanman-da. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam.